Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Nechisi? 24-oktyabr. 24-oktyabr bugun 12 da ikkita reysimiz bor. Ozgina kech chiqmoqda. Kech bir ikkita sababga bog'liq. Anvar aka nechta joy oldingiz? 5 ta. Joyingiz ketyaptimi aytilgandaymi? Jaloliddin akadan sizlar nechta joy oldinglar? 6 ta joy. 6-chisi siz bo'lib qoldingiz yo'lakda, to'g'rimi? 5 ta joy bo'lgan. Akalar, murojaatga bir kun oldin chiqaylik. Zaryadga sharoit hamma narsa bor. Jaloliddin aka, nechta joy oldingiz? Qaysi vaqtda ketyapsiz? Tushunarlimi? Kamchilik bormi? Kamchilik koridorda joy sig'mayapti-da, endi nima qilamiz? Nima deysiz? Joyingiz yo'qmi? Zaryadka tagida. Anvar aka, hamma joyda zaryadkasi pastda hozir shofyor qo'yib ko'rsatib foydalanamiz. Nima deb qo'yasiz? Yolg'on bormi? Obedda vaqtda eng asosiy narsa ota chegarani, aytilgan narsani amalga oling. Ketyapsizmi? Tavsiya qilsangizdimi? Bir ikkita kamchilik u ilgarida ham bo'lgan ekan. Nima qilamiz? Joy, texnika yetishmayapti, atayin qilmayapmiz. Ro'ziboy, obedda vaqtimi? Murojaatga bir kun oldin chiqamiz, iltimos ertangi, lekin 12 ga 3 ta avtobusimiz bor. Bugunlikka avtobus yetishmayapti akalar. Raqam profilda.